Hey yo, hammaga salom, siz Rizif kanalidasiz. Bugun biz sizga yana bir dahshatli zombi filmini qisqacha sharhlab beramiz. Bir yuk mashinasi karantin hududiga kirib keladi. Dezinfeksiya qilayotganlar haydovchiga biotexnika tumanida kichik avariya bo'lganligini aytishadi. U yo'lida davom etadi, lekin telefonga qarab ketayotib bug'uni urib yuboradi. Hayvon o'likdek yotardi. Ammo haydovchi ketgach, u kutilmaganda tirilib ketadi. Bu orada Seok Woo ish bilan band, o'z manfaati uchun yashaydigan bir broker. U aksiyalarni sotadi, hammasini ish deb biladi. Uyga qaytgach, qizi Suan bilan tortishadi. Qiz onasining oldiga Busanga bormoqchi, lekin otasi uni yolg'iz yubormoqchi emas edi. Seok Woo unga tug'ilgan kun sovg'asini beradi. Ammo qizda allaqachon shunday sovg'a bor edi. Suan esa faqat onasini ko'rishni istaydi. Shu payt Seok Woo onasining so'zlarini eslaydi. Qizining hayoti ishdan ko'ra muhimroq. U qizining konsertini videoda ko'rib yuragi eziladi va ertasi kuni uni Busanga olib borishga qaror qiladi. Ertasi tong ular mashinada yo'l olishadi. Seok Woo suhbat orasida deyarli tez yordam mashinasiga urilib ketay deydi. Ular yo'lda to'xtab, butun bir harbiy kolonnaning o'tib ketishini kuzatishadi. Birdan osmondan kulga o'xshash narsa yog'ila boshlaydi. Mashina oynasida esa uzoqdagi yong'in aks etardi. Vokzalda Busanga ketadigan poyezd jo'nashga tayyor edi. Ekipaj joy-joyiga o'tishadi. Yo'lovchilar o'rnashishadi. Bir beysbol jamoasi vagonga kiradi. Shovqin-suron, kulgu. Shunda Seok Woo va qizi Suan ham poyezdga chiqishadi. Seok Woo ishxonasiga qo'ng'iroq qilib, tushgacha qaytaman deb aytadi. Shu payt yaralangan bir qiz yugurib poyezdga kirib qoladi. Poyezd harakatlana boshlaydi. Suan derazadan stansiyada bir odam ishchini tishlab olayotganligini ko'radi. Qizning oyog'ida esa tish izlari bor edi. Yo'lovchilardan biri Yonsuk bir g'alati erkak hojatxonada yashinib olganligini aytadi. Suan qiziqib boradi. U erkak hamma o'lib ketadi deb takrorlardi. Lekin hech kim uning so'zlariga e'tibor ham bermaydi. Bu orada yaralangan qiz hushdan ketadi. Lekin hech kim unga e'tibor bermasdi. Bir ayol xodima uni tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi. Qiz birdan tirilib ketadi. Keyin esa zombi bo'lib uyg'onadi. Shu payt Seok Woo telefon ovozidan uyg'onadi va qizi yo'qligini sezadi. Ishdagi yordamchisi unga mamlakat bo'ylab nimadir sodir bo'layotganligini aytadi. U telefonni o'chiradi. Qizini izlashni boshlaydi. Vagondagi yo'lovchilar televizordan vahimali yangiliklarni ko'rishmoqda. Xodima yordam so'rayotgandi, ammo zombi qiz uni ham tishlab oladi. Endi ikkita zombi bo'lib qoldi. Butun vagonda vahima tarqaladi. Beysbolchilar hujumga uchraydi. Odamlar qochadi. Qon, baqiriq, tartibsizlik, haqiqiy dahshat boshlanadi. Seok qizini izlab yurganida o'z ko'zi bilan zombilarni ko'radi. Suan ham ularning qichqiriqlarini eshitadi. Odamlar ularning oldidan yugurib o'tadi. Seok esa dahshat ichida zombi bo'lib ketayotgan xodimani ko'radi. Suan orqadan paydo bo'ladi. Otasi uni qo'ldan tutadi, yugurib qochadi. Orqalaridan butun bir to'da zombi quvib kelmoqda. Bu paytda Sang Hwa homilador rafiqasi Seong Kyongni shoshiltiradi. Oldilarida bir ayolni zombi tishlab oladi. Seong uni qutqarishga harakat qiladi, ammo Sang ham hujumga uchraydi. Seok qizini yetaklab keyingi vagonga o'tadi. Sang Hwa esa zombini hojatxonaga qamab, eshikni qulflaydi. U xotiniga "Yugur" deydi, lekin boshqa zombilar ham yaqinlashmoqda edi. Boshqa yo'lovchilar esa hali ham televizorda vahimali yangiliklarni tomosha qilmoqda. Shu payt boshqa vagonlardan odamlar yugurib kirib keladi. Seok Woo hatto Seong Kyonning yuz oldida eshikni yopib oladi. Ammo Sang Hwa kurashib, uni himoya qiladi va ular ham ichkariga kirib olishadi. Shunda Seok zombilar eshikni ochishni bilmasliklarini payqaydi. Ular faqat ko'rgan narsasiga hujum qilishadi. Shuning uchun Seong eshikni gazeta bilan yopib qo'yadi.
Zombilar tinchlanadi. Poyezd haydovchisi keyingi bekatda to'xtashlarni e'lon qiladi. Yonsuk radio orqali undan "Bu yerda nima bo'layotganligini bilasanmi o'zi?" deb so'raydi. Haydovchi esa bu buyruq boshqaruv markazidan kelganligini aytadi. Shu payt Sevok Vuning onasi qo'ng'iroq qiladi. U xavotirda "Qizingni ehtiyot qil" deydi. Ammo suhbat paytida ayol zombi bo'lib qoladi. Sevok Vu jim bo'lib qoladi. Lekin Suanga hech narsa demaydi. Poyezd tezligini pasaytiradi. Deraza ortida odamlar yordam so'rab urinishmoqda. Ammo zombilar ularni yeb tashlamoqda. Hukumat radio orqali katta shaharlarda tartibsizliklar boshlangan. Ko'plab qurbonlar borligi haqida bayonot beradi. Favqulodda holat e'lon qilinadi. Lekin ular hali ham odamlarni "Bu faqat mish-mish, xavotir olmang" deya tinchlantirishga harakat qilishadi. Bu orada shaharlar yonmoqda. Yo'lovchilar eshiklarni to'sib, xavfsiz joyga o'tishadi. Suan onasiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, ammo telefon ishlamaydi. Seokwu uni o'tkazib qo'yadi va o'zi yana bir bor onasiga, keyin xotiniga qo'ng'iroq qilishga urinadi. Poyezdda Ingil o'z o'rindig'ini Jon Gilga beradi. Qiz esa Ingilga joyini bo'shatadi. Shu payt Songhva Seokwu va qizi ko'rinadi. U hali ham eshikni yopib qo'yganidan ranjigan. Sevokwu qiziga tanbeh beradi. Bunday vaziyatda avvalo o'zingni o'yla, boshqalarga yordam berishga shoshilma deb aytadi. Ammo qizi indamaydi. U hali ham mehribon. Shunda poyezd haydovchisi yangi e'lonni aytadi. Ular keyingi stansiyada to'xtashadi. Bu yerda harbiylar xavfsizlikni ta'minlayotgan bo'lishi kerak. Yonsuk kim bilandir telefon orqali gaplashadi. Seokwu uning so'zlaridan fahmlaydiki, ular to'xtaydigan shahar aslida xavfsizlar ro'yxatida yo'q. U qiziga "Shu yerda qol" deydi-da, boshqa vagonga o'tib bir tanishiga qo'ng'iroq qiladi. Bu orada Sanghva qizdan otasi haqida so'raydi. U fond menejeri deganda Sanghva kulib, "Demak, qon suruvchisan-da" deydi. Qiz jilmayadi. Seong Kyon muhitni yumshatmoqchi bo'lib, qizga shirinlik beradi va "Bolamga salom ayt, qornimga qo'lingni qo'y" deydi. Suan bolaning tepkanini his qiladi. Seokwu esa telefon orqali yordam so'raydi. Tanishi unga "U yerga borsang seni karantinga olishadi" deb aytadi. Ammo Seokwu qizini aytib iltimos qiladi. Shunda u "Asosiy maydonga borma, sharqiy tomondan o't. Men odamlarga aytaman" deb aytadi. Shu payt Seokwu ularning yaqinida o'sha uysiz erkakni ko'radi. U ham eshitgan shekilli ularni kuzatadi. Poyezd nihoyat stansiyaga yetib keladi. Ammo harbiylar ko'rinmaydi. Yonsuk birinchi bo'lib tashqariga chiqadi. Boshqalar ham ortidan ergashadi. Sevok va qizi ham ularga ergashadi. Bezboshilar esa qo'llarida tayoq bilan yurishadi. Ehtiyot bo'lib atrofga qarashadi. Shu payt xodimlardan biri haydovchini olib, zombi joylashgan vagonni ko'rsatadi. Yonsuk esa ularga Busan hali ochiq shaharlar orasida ekanligini aytadi. U poyezdni ajratishni taklif qiladi. Lekin texnik jihatdan bu mumkin emas edi. Haydovchi Busanga to'g'ridan-to'g'ri borishga rozi bo'ladi. Ammo avval yo'lovchilarni qaytarib olishni istaydi. Bu orada yo'lovchilar bo'sh stansiyaga kirib borishadi. Seokwu qizini olib to'siq bilan o'ralgan joyga kiradi. Ular sharqiy maydonga chiqmoqchi. Uysiz erkak ham ularni kuzatib keladi. Chunki u ham bu yo'l xavfsizligini bilardi. Suan boshqalarga aytmoqchi bo'ladi, lekin otasi ruxsat bermaydi. Qiz xafa bo'ladi. Shu payt pastdagi eskalator bo'ylab yurayotgan odamlar orasida Sanghva nimadir g'alati ekanligini sezadi. Xuddi shu payt yo'lakning narigi tomonida bir erkak paydo bo'ladi. Seokwu va Suan uni ko'rishadi.
Uysiz erkak esa darhol orqasidan yuguradi. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirishingiz shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang. Sevok u qiziga "Shu yerda qol" deydi-da, ularning ortidan ketadi. Pastda eskalatorning oxiriga yetgan yo'lovchilar esa dahshatli manzaraga duch kelishadi. Harbiylar zombi bo'lib qolgan edi. Bir zumda butun olomon yo'lovchilarga tashlanadi. Sanxva bu holatni o'z vaqtida ko'radi va homilador xotinini yuqoriga zinapoyaga olib chiqadi. Sevok Vu esa telefon orqali tanishi bilan gaplashayotganda orqa tomondan zombi paydo bo'lib, ofitserga tashlanadi. Uysiz erkak sirg'anib yiqiladi. Zombilar ofitserni yeb tashlashadi. Sevok Vu orqasiga qaytadi. Suan deyarli tishlanay deb turganida Sanxva uni qutqaradi. Seong-kyong qizini olib qochadi. Ular birga yugurishadi. Bezbolchilar vagonda eshikni ushlab turishgan edi. Ular kirish bilan eshikni yopib oladi. Sevok Vu zombi bilan olishib uni o'zidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Shu payt uysiz bombish yordam beradi. Ikkalasi birga yugurib eshikka yetishadi. Sanxva eshikni ochib, ularni ichkariga oladi va hammasi birgalikda eshikni yopishga urinishadi. Bu paytda Seong-kyong va Suan poyezdga yaqinlashishadi. Ammo orqada qolgan yo'lovchilarni zombilar bosib ketmoqda. Ular pastga yugurishadi. Boshqa yo'lovchilar esa boshqa tomondan poyezdga chiqib olishadi. Birdan butun stansiya bo'ylab zombilar derazalarni sindirib, poyezd ustiga qulay boshlaydi. Bittasi Jongil ustiga tushadi, lekin tanasi shunchalik eziladiki, unga yeta olmaydi. Seong va Suan ikkinchi opa bilan boshqa vagonga o'tishadi. Zombi ularning izidan quvadi. Jongilni esa poyezd xodimi va Short Leader qiz qutqarib qolishadi. Ular so'nggi daqiqada ichkariga kirishadi. Boshqa vagonda esa Song, Suan va uysiz erkak zombilar ularga yetdim deganda ichkariga kirishga ulgurishadi. Endi zombilar poyezdni butunlay o'rab olishgan. Yonsuk xodimga "Agar yashab qolmoqchi bo'lsang, hoziroq ketishimiz kerak" deb aytadi. Cheerleader esa qarshi chiqadi. "Yo'q, do'stlarim hali tashqarida" deb aytadi. Ammo xodim haydovchiga qo'ng'iroq qilib, "Jo'nang" deb aytadi. Shu payt Sanxva eshikni oxirgi bor qulflaydi. Ammo zombi to'dasi oynani sindirib kiradi. Erkaklar yuguradi. Poyezd harakatlana boshlaydi. Zinapoya tagida yetganida ikki bezbolchi zombilarga tutiladi. Oxirgisi qolib ketadi. Lekin Seok Vu uni tortib oladi va bir zumda ichkariga kirishadi. Sanxva orqada qoladi. Seok Vu unga qo'lni uzatadi, lekin u qo'lni ushlamaydi. Yerda yotgan narsalarni olib, orqadan kelayotgan zombilarni to'sib qoladi. Kurashib, u ham poyezd ichiga kirishga ulguradi. Bu paytda haydovchi markazga qo'ng'iroq qiladi. "Bu sanga ochiq yo'l bormi?" Javob aniq. "Ha, davom eting. Aloqa tiklanganda sizga xabar beramiz" deb javob berishadi. Shu orada Seong-kyong va boshqalar ikki tomondan zombilar bilan o'ralib qolishadi. U ochiq turgan hojatxonani ko'rib qoladi va ishora qiladi. Barchasi ichkariga kiradi. Lekin Seong-kyong kirayotgan paytda zombi unga tashlanadi. Ular zo'rg'a eshikni ushlab turishadi. Tashqarida esa tobora ko'proq zombi yig'ilmoqda edi. Boshqa vagonda yo'lovchilar derazalarni yopib olishgan. Haydovchi "Endi to'g'ridan to'g'ri Busanga ketamiz" deb e'lon qiladi. Shu payt Seok Vu qizini izlab telefon qiladi.
kutilmaganda ovoz keladi. Sang-Hva u bilan gaplashmoqda. U biz 13-vagonda hojatxonada qamalib qoldik deb aytadi. Bezbolchi esa qolganlar 15-vagonda deb qo'shimcha qiladi. Shu zahoti Seok-Woo, Sang-Hva va o'sha yigit qutqaruv rejasini tuzishadi. Uchovlon jangga kirishadi. Sang-Hva qo'li bilan zombilarni yiqitadi. Seok-Woo yon tomondan yordam beradi. Pola esa tayoq bilan uradi. Ular bir jamoa bo'lib yo'lni tozalab borishadi. Keyingi vagon bezbolchi zombilar bilan to'la. Yigit qotib qoladi. To'g'rida, axir ularning hammasi mayli. Sang-Hva uni chetga suradi va o'zi kurashga kirishadi. Seok-Woo tayoq topib unga qo'shiladi. Ular zombilar bilan to'qnash kelishadi. Ikki tomondan bosim. Shu payt yana bir tunnel boshlanadi. Zombilar to'satdan tinchiydi. G'alati harakat qila boshlaydi. Seok-Woo tayoq bilan shovqin chiqaradi. Zombilar tovushga ergashadi. Ular bu fursatdan foydalanib, keyingi eshikdan o'tishadi. Tunnel tugashi bilan zombilar yana hujum qiladi. Lekin uchovlon arang chiqib eshikni yopishadi. Vagonlar orasida nafas rostlab o'tirishadi. Shunda Seok-Woo yangi reja o'ylaydi. Tunnelga kirganimizda telefonlarimizni chiroq sifatida tashlaymiz. Seok-Woo Sang-Hvaning telefonini vagon orqasidan uloqtiradi va unga qo'ng'iroq qiladi. Zombilar tovush tomon yugurishadi. Shu orada ular jangsiz qochib chiqishadi. Ular hojatxona oldiga yetib kelishadi. Nihoyat tirik qolganlar bir-birini ko'rib quvonishadi. Bezbolchi yigit boshqa hojatxonani topadi va tunnelga kirishi bilan hammani ichkariga joylaydi. Seok-Woo keyingi tunnelgacha qancha vaqt borligini aniqlaydi. Yigit esa sevgilisiga 15-vagondagi cheerleaderga xabar yozadi. Qiz quvonib boshqalarga "Ular tirik, ular biz tomonga kelyapti" deb baqiradi. Ammo Yon-Suk bundan norozi. "Ular yuqtirilgan bo'lishi mumkin" deydi. Atrofdagilar ham unga qo'shilishadi. Qiz yig'lab poyezd xodimidan yordam so'raydi. Ammo u ham Yon-Suk tarafida edi. Tunnelga kirishadi. Hamma hojatxonadan chiqadi. Endi zombilar orasidan o'tish yo'lini topish kerak. Ular yuk xalta tokchasi orqali emaklab o'tishadi. Seok-Woo ularni chalg'itish uchun tovush chiqaradi. Shunda qolganlar pastga tushib keyingi vagonga o'tishadi. Ammo uysiz erkak yiqilib tushadi. Seok-Woo orqasiga qaytadi. Ikkovlari qolib ketishadi. Tunnel tugaganda ular yugurishadi, lekin bir zombi tiqilib qoladi. Sang-Hva eshikni ushlab turadi. Qolganlar qochib olsin deb. Bezbolchi sevgilisini chaqiradi. "Eshikni oching, biz keldik" deb aytadi. Ammo 15-vagonning odamlari eshikni yopib olgan. Ichkaridan qizni ham to'xtatishmoqda. Seok-Woo Sang-Hvaga yordam berish uchun orqaga qaytadi. Bezbolchi esa eshikni sindirmoqchi bo'ladi. Birdan zombi Sang-Hvani tishlab oladi. Eshik sindiriladi. Lekin Yon-Suk ichkaridan uni ushlab qoladi. "Yo'q, siz yuqtirgansiz" deb baqiradi. Ichkaridagilar bilan tashqaridagilar o'rtasida janjal chiqadi. Jon Gil va cheerleader esa ichkaridan qarshilik ko'rsatishadi. Seong-Kyong eri tomon yuradi, lekin Sang-Hva unga yaqinlashma deb aytadi. So'ng Seok-Wooga qarab, "Xotinimni himoya qil, uni asra" deydi. Seok-Woo ko'ziga yosh bilan "Kechir meni" deb aytadi. Zombilar eshikni buzib kiradi. Sang-Hva so'nggi kuchini to'plab boshqalarni qutqarish uchun ularni orqaga suradi. U kurashib, oxirgi nafasigacha jang qiladi. Seok-Woo qizini va Seong-Kyonni qo'ldan ushlab yuguradi. Ammo Engilni qutqarishga ulgurmaydi. Eshikni yopadi va Yon-Sukka tashlanadi. "Sen razil odamsan" deb aytadi. Yon-Suk esa uni yuqtirgansan deb ayblaydi. Poyezd xodimi esa ularni vestibyulga chiqishga majbur qiladi. 15-vagonning odamlari bir ovozdan "Tashqariga chiqishsin" deb baqirishadi. Uysiz erkak birinchi chiqadi. Cheerleader esa bezbolchi yigit bilan birga ketishga qaror qiladi. Seong-Kyong ham Suanni yetaklab chiqadi. Ular vestibyulga qolishadi. Boshqalar esa eshikni muhrlaydi. Ammo shu payt Jon Gil eshik ortida singlisi zombiga aylanganligini ko'radi. Ko'z yoshlarini yuta olmay eshikni ochadi. Zombilar ichkariga bostirib kiradi. 15-vagonning hammasi bir zumda halok bo'ladi. Bu orada mashinist Busan bilan aloqa qilishga urinadi. Javob yo'q. Shahar yonmoqda. Seok-Woo qiziga qarab,
seni onangning yoniga olib boraman, tug'ilgan kuningga deb aytadi. Keyin u yordamchisidan qo'ng'iroq qiladi. U bu san eng himoyalangan joy, lekin virus bizning kompaniyamizdan chiqqan deb aytadi. Sevoku jim turadi, yuragi eziladi. Birdan poyezd qattiq tormoz beradi. Oldinda to'siqlar bor edi. Mashinist men boshqa poyezdni topib qolganlarni Busanga olib ketaman deb e'lon qiladi. Yonsuk va xodim zombilardan qochib hojatxonaga yashirinadi. Yonsuk uni sen oldinga chiq deb itaradi. Bechora xodim zombilarga yem bo'ladi. Mashinist boshqa poyezdni topadi. Bo'sh, xavfsiz. U uni harakatga keltiradi, ammo yonayotgan vagon qulab yo'lni to'sadi. Tirik qolganlar yana ajralib ketishadi. Beysbolchi yigit cheerleaderni ichkariga olib kiradi. Eshikni ochishga urinayotgan payt Yonsuk yugurib kiradi. Qizni itarib yuboradi. Zombi uni tishlaydi. Yigit jang qiladi, ammo qiz asta-sekin zombiga aylana boshlaydi. U unga qaraydi. U esa uni quchoqlab tishlaydi. Men birinchi ko'rganda shu joyda yig'lagandim. Qizni yo'qotayotgan yigit jim o'tiradi. Shu payt Suan uyg'onadi. Seonkyong va uysiz erkak zombilar bosib olgan vagon ostida qolishadi. Yonsuk esa yugurib harakatlanayotgan poyezdga chiqadi. Mashinist unga yordam bermoqchi bo'ladi, ammo u uni tashlab ketadi. Ego so'nggi daqiqasigacha o'zini saqlab qoladi. Vagon qulab tushmoqda. Seoku yo'l topadi va boshqalarni tortib chiqarmoqchi bo'ladi, lekin zamin cho'kadi. Zombilar oynalarni sindirib ichkariga bostirib kiradi. Uysiz erkak o'zini qurbon qilib, qizlarni qutqaradi. Seoku ularni chiqarib oladi, ammo uysiz erkak orqada qoladi. Uchovlon yugurishadi. Harakatlanayotgan poyezd ularning yagona najoti. Orqada esa butun stansiya zombilarga to'lgan. Ular bir-birining ustiga chiqib yugurib kelmoqda. Seokvu kuch bilan zombilarni poyezddan uloqtiradi. Ammo mashinist yo'q edi. Kabinada faqat Yonsuk bor edi. U eshikni ochadi. Ko'zlarda vahshiylik. Seokvu unga sen yuqtirgansan deydi. Yonsuk butunlay zombiga aylanib, unga tashlanadi. Ular o'rtasida so'nggi jang boshlanadi. Seokvu zanjir bilan uni bog'lab tashqariga uloqtiradi. Lekin kech edi. Uning qo'lida tish izlari qolgan edi. U asta-sekin yuragini ushlab jim turadi. Qiziga qaraydi. Hayotdagi eng og'riqli qarash. U ularni kabinaga kiritadi va shu poyezd bilan Busanga yetasizlar. U yer xavfsiz deydi. Suan yig'lab, "Dada, ketmang" deydi. Ushlab qolmoqchi bo'ladi, lekin u qizining qo'lini muloyimlik bilan qo'yib yuboradi va asta orqaga yuradi. Jilmayadi. Poyezd ustiga chiqadi. Quyoshning nuri yuziga tushadi. U qizining tug'ilgan kunini eslaydi va sekinlik bilan o'zini pastga tashlaydi. Seonkyong va Suan to'siq oldida poyezdni to'xtatishadi. Ular poyezddan tushib yayov yo'l oladi. Tunneldan yurib o'tishadi. Narigi tomonda harbiylar. Snayper ularni nishonga oladi. Ularni aniqlay olishmaydi, zombimi yoki odammi. Buyruq keladi, o'ldiring. Shu payt Suan qo'rquvni yengib, qo'shiqni ayta boshlaydi. O'sha konsertdagi otasiga bag'ishlangan qo'shig'ini. Harbiylar to'xtaydi. Biri radio orqali tirik qolganlar yaqinlashmoqda deydi. Busan nihoyat najot shahriga aylanadi. Xullas, film shu joyda poyoniga yetadi.